Kiren. Keling. Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Sizga bir yordam kerakmi? Albatta. Dilsari psixikadan maslahat berish o'rni. Shu, dal shu. Bunda gap qara. Menga haqiqatan yordamingiz kerak. Men yaqindan beri o'zimni bir xil kasallab qolgandek his qilyaptim daga. Qanday kasal? Mening shu faqatla xizmatga bag'im kelmaydi qara. Bo'lsa shu kunda shu davlatimizning güzel yerlere verip kunda sayohat qilsam, dengizning bo'yida kunlikning ostida ko'zonak taqab yotsam, oldimdan keyin kelgan qizlar u yoqdan bu yoqqa o'tib tursa, uxlab qopsamlam, nurg'ullig'am pullar kirib tursa menga. Atiganda qopishim qilam. Uydan chiqiblam qarasam, shaxsiy yo'g'on mashinam, bir shofurim ishni ichi tursa. Shu mashinam bilan shahar piqirab, aylanib sayohat qilib yursam. Kunda shu sayohatdan boshqa hech qanday ish qilmasam, bir jafo tortmasam deydigan xiyol bilan bulab kelyapman qarang. Bu qanday kasaldi bu kasal? Odam najab bir qiynaydi ekan bu kasal. Chiqa menga. Ne bo'ldi? Voy, men sizdan shu kesimga bir yordam qilamiki, bir maslahat beramki deb keldim. Nimani maslahat berdi, nimani? Voy, bu kasalimni o'zimni davolayolmay olsam qanday davolaymiz sizni? Ha? Sizdan mujda kasal bormi? Men bu kasalga giribtor bo'lgani bek uzun bo'ldi. Og'riqqa bosib tushib kelib qoldim men deyman hozir. Hozir bundan kasal giribtor bo'layotgan odam yolg'iz siz men emas. Nurg'un odamlar mujda kasal giribtor bo'layotdi qarang. Amal yo'q. Men qara. Biz qanday qilsak saqoyat qilib bo'lib kasalni. Bek odamni qiynaydi ekan bu kasal. Bu kasalni qarang. Va bizning kasbiy atalg'imiz bo'yicha tahlil qilsak, va uxlamay tush ko'rish ko'p bo'lib ketganlikdan, men cho'ngmeni ziyoda charchab, men nervi talog'ir zaxmlanib, nervi qalaymaqonlashdan kelib chiqqan ahmoqona xomxiyol kasallik yig'indisi deb ataymiz. Voy, nimanda murakkab kasal bu? Bu kasalni men sizga mana oddiyroq qilib tushuntirib bersam, shu kallingizga eshak deb ketgandek turadi. Voy, voy. Mening beshimga eshak tepmadi. Hayya, cho'qim tepdi. Mening bir tepgan bo'lsa bilmamdi buni. Tepmadimi? Yo'q. Unda o'z ish qilib olibdi. Eshak. Magipingizning azroq asosi va'da qilib turdi. Balkim men chiqroq ichib olgan kunlarim, xudimni uxmay, so'rindan chiqish jarayonida, uyga kirish jarayonida qisib qolgan bo'lish mumkin juma. Men mumkinchilik bor. Men dedim qo'y, cho'qim qisib oldi, to'g'ri tepibdimi ya? To'g'ri debsiz. Yomon odam kelsiz. To'g'ri debsiz. To'g'ri topdingiz. Unda o'ylab baqsam, boyatim beri siz meni tillayapsiz nima? Ho'ya, men sizni qachon tilladim? Men kasalingizni diagnoz qo'yapman ku. Tillamadingizmi? Men tillamadim. Nima qilaymiz sizni? Rast tillamadingiz, ha? Hayya, tillamadim. Bak. Kasal ig'ir bolada. Chatoq.